Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotida jismoniy tarbiya yo'riqchisi bo'lib ishlovchi hurmatli pedagoglar, biz 2024-25 yillarda ishlagan hujjatlarimiz, ya'ni 99-buyruq asosida ishlaganmiz. U yerda jismoniy tarbiya yo'riqchisining 01, 0801, 0802 va 0803, 0804 hujjatlari bor edi. Endi bu yilgi maktabgacha va maktab ta'lim vazirining 2025-yil 29-avgustdagi 323-sonli buyrug'iga asosan bizni ish hujjatlarimiz qisqartirildi. Ya'ni 0801 va 0802 ga qisqartirildi. Endi bu o'quv yilida, ya'ni 2025-26 o'quv yillarida xuddi shu ish rejadan foydalanyapmiz. 0801 yillik ish reja hamda yillik hisobot, bu o'z ichiga oladi yillik ish reja, ta'lim jarayoni o'tkazish vaqtini taqsimlash jadvali, yillik hisobot. Mana bu yerda hammasi ko'rsatilgan, qanaqa shablonda bo'lishi kerak, qanaqa qilib yuritilishi, uni ichiga nimalar kirib ketadi. Mana bu yerda yillik hisobotni yozilishi, ish jadvalining berilishi, 0802 ya'ni yakka tartibda ishlashimiz. Bu yerda ham xuddi shunday, qanday indikatorlardan foydalanamiz, qanday ishlaymiz va grafikini, ish rejasini qanday to'ldirishimiz haqida ma'lumot berilgan. Endi bularni ichidagi yozilganini qanaqa yurgizish to'g'risida keyingi videolarimizda men sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman.